Hürmetli vatandaşlık işimizi devamlaştırırız. Endi sizlarga davomli so'zlaydigan qisqa xabarlar. Bugungi sizlarga 2020-yil 11-oyning 23-kuni. Endiki qisqa xabarlar bundaq bu sizlarning tasavvuringlarga. Endi hammani ko'rib bo'g'ilib bo'lmaydiganmi, shuni bilan to'la deb ketdim, sizlar kechiringlar. Prezident Trump Giuliani, Prezident Trumpning advokati Giuliani tez qo'l silishga haydakchilik qildi. Ko'pchilik davlat egiligidagi shirkatlarning to'xtamli xiloflik qilish tarixiy rekord yaratdi. Bu mavzu Jungoga qartilgan makiyingisi. Liu He, bilasizlar, Amerikada savdo suhbatiga qatnashgan Liu He pul muomala sistemasining muqimsizligidan signal berdi. Volkochsi televiziyasi 11-oyning 23-kuni YouTube cho'chiydigan ish Beijing universitetidan, Tsinghua universitetidan 70% atrofida o'qish bitirgan o'quvchilar temirtovoq izlashga boshladi. Davlat egiligidagi shirkatlar guldirmamidagi ovoz bilan yemirilishga boshladi. Savdo sanoat bankasi tekshirilishga boshladi. Doiralar qattiq tizginlashga boshladi. 4-5 qatim boshlash. Hamma ish yangidan boshlanayotgan gap. Bankada hisob elish, shirkatlar, davlat egiligidagi va xususiy shirkatlar gumron bo'lish, bankni tekshirish, bundan ikkinchi jamiyatni tizginlash boshlandi. Endi Amerikaning Jungodagi shirkatlari mablag' solishni ko'paytmaydigan bo'ldi. Arliqda chekinisan, qaytib kelasan Jungodan deyildi siyosatda. Yani kelmey qolgan shirkatlar bor ekan, bu qatim mablag'ni ko'paytmaydigan bo'ldi. Jungoda mablag' solishi ko'paytmaydigan bo'ldi. Prezident Trumpni qo'llaydigan mashina artdi. Mashina atirdi. Donald Trump haqiqatan xalqqa yordam qiladigan ulug' prezidentdir. Shangang, yani Hong Kong büyük ira yangi tangliklar axborot kanali 11-oyning 23-kuni YouTube. Jungo Avustraliyaga 14 turlik jinoyat artdi. Avstraliyaning vaziri g'azab bilan hargizmi murassallashmayman dedi. Alqiliq paytlar 11-oyning 20-kuni YouTube. Amerika armiyasining mayor darajalik harbiy amaldori Tayvanni maxfiy ziyorat qildi. Bu ziyorat bek to'la g'avg'o qo'zg'adi. Mana oxirida kichikina anglaysizlar vatandoshlar. 7 dana Amerika harbiy aeroplani Tayvan bo'g'izida Jungo Kompartiyasiga hayva ko'rsatdi. Mamin Hong Kong orbiti 11-oyning 23-kuni YouTube. Pensilvaniya shtatida arz qilish, yuqori sotqa arz qilishga qadam tashladi. Yuqori sotqa arz qilishga qadam tashladi. Amerikada saylam komitetining raisi paketlar to'liq dedi. Yangi tangliklar. Osiyo Tinch okean televiziyasi 11-oyning 23-kuni YouTube. Mutaxassislar mundaq deyishdi. Muhim vazifadan ayrildi. Wang Hongning ta'liyi oxirigacha yetdi. Wang Hongning deganimiz Jungoga nazar orbiti YouTube 11-oyning 23-kuni. Wang Hongning bu prezident rais Xi Jinpingning aqldamoni yoki maslahatchisi. Bu kishining asli vazifasi Markaziy komitet siyosat belgilash yoki siyosat tadqiqot ishxonasining mudiri. Demek Merkezi Komitet Siyasat Tadqiqot ishxonasi mudiri rais Xi Jinping'in maslahatchi bo'ladi. Hozir bu kishini bu vazifadan elib tashladi. Endi bu kishining davomli ilgarilash yoki o'rlash yo'li kesildi deydi. Orliqda Wang Hongning bilan rais Xi Jinping o'tirisi ziddiyat bor ekan degan gaplar kelgan edi. Yoki hozirgacha Xi Jinping'ning aqlining 80% yoki 90% dalmış Wang Hongning degan odamdan kelgan edi. Endilikda bu nazik o'rindan elib etdi degan gap
Wang Ho'nun bilen Reis Xi Jinping o'ttirisi ziddiyet payda boldu degan gap. Yani bir xabar. Amerika amaldorlarining Tayvanni ziyorat qilishi maxfiy bo'ldi. Azroq oshkorlandi. Bu maxfiyatlik azroq oshkorlandi. Jungoga aloqador edi. Mavzuli xabar 11-oyning 23-kuni Jungoga nazar tor betida e'lon qilindi. 22-kuni kechda Amerikaning bir dona ma'murlar o'ltirdigan aeroplan Tayvanga yetib keldi. Her saha kişileri aeroplanda kim keldi? Muhakeme qilishga başladı. Reuters munda xabar qildi. Amerika Deniz Armiyasi generali Tayvanni maxfiy ziyorat qildi. Yuqorida mayor deyilgan edi, bu yerda general. Tayvan prezidentining bayonotchisi Zhang Dunhan mundaq dedi. Amerika Tayvan o'zaro ishonishga asoslanganda amaldorlarning kim ekanligini oshkorlamaymiz. Munosib masala va bu safarga kelsak, biz dalillaymiz ham baho bermaymiz. Tayvan Demokratlar Partiyasi qonun chiqarish komiteti Li Jinshan mundaq ko'rsatdi. Amerika maxsus aeroplanining bu qatimqi safarini oshkorlamaymiz. Maqsadimiz shuki, Jungo Kompartiyasi gap qilolmaydigan gachining azobini tortishi kerak. Yana bir xabar. Joe Biden haftaning 2-kuni hukumat kabinetining bir turkum a'zolarining ismini e'lon qildi. Donald Trump mag'lub bo'lganligini tan olmadi. 11-oyning 23-kuni Amerika ovozi Xitoy Tel programmasi